Akamiz keldilar, loyiha chizdirishga. Ko'chirmamiz bor. 6 sotuvga berilgan. Lekin buni 2 ga bo'lmoqchimiz. 2 ga bo'lishimiz uchun avvallari mana shu 6 sotuv joy bo'lsa, bunaqasi 30, bunaqasi 20. Shuni 2 ga bo'lmoqchilar. Ilgari nima qilardik? Yo bu yoq tomonga, yo bu yoq tomonga vremenka qurib, keyin kadastrini olib turib, undan keyin notariusdan bo'ldirib, yana boshqadan kadastrni olish kerak edi. Xususiylashtirish, ya'ni privatizatsiya qilish chiqqan. Bunda nima qilinadi? Bunda shu 6 sotuv joyga bitta privatizatsiya qilinadi. Ya'ni mana bunaqa order olinadi. Order olingandan keyin, 2 ga bo'lgandan keyin bu ikkalasiga endi alohida kadastr qilib beradi. Ko'chirma qilib. Shunda mana 6 sotuvdan emas, 3 sotuvdan bo'ladi. Bunda sizlar nima yutasizlar? Vremenka qilib, rasxod qilib yotmaysizlar. Vremenkani kadastr qilib, notarius qilib yotmaysizlar. Bitta privatizatsiya bilan ishinglar bitadi. Lekin degan joyi bor. Hamma hududda ham privatizatsiyani xususiylashtirishni qilib beravermaydi. Chunki renovatsiya, konservatsiya degan joylari bor, qizil liniyaga tushgan joylar bor yoki zaxvat joylar bo'lsa, buni qilib bermaydi. Lekin men privatizatsiyani to'lovi bor, sal qimmatroq. Men vremenka qurib o'tirganinglardan ko'ra vaqtdan yutishinglar uchun ozgina qulayligi bor. Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Mijozimizga shuni hozir aytdik. Shuni qilib kelsizlar, keyin ikkita loyiha qilib beramiz. Bunda 200-qarorga tushib qolmaydi shunda. 500 kvadratdan olsa ham loyiha qilinsa bo'laveradi.